Assalomu alaykum. Men Yahyayev Dilmurod Karimовich Toshkent shahar Uchtepa tumaniga qarashli 238 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi lavozimida faoliyat olib boraman. Bugungi video lavha gimnastika yakkacho'pida mashg'ulotlar bajarishdan oldin texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish maqsadida gimnastika matlarini joylash tartibini ko'rsatib o'taman. Gimnastika yakkacho'pida mashg'ulotlar bajarishdan oldin mana bu polga chizilgan chiziqlar ustidan muvozanat saqlash mashqlarini bajarish tavsiya etiladi. Undan so'ng gimnastik skameykada mashq bajarish maqsadga muvofiqdir. Keyin esa gimnastik skameykani o'girib mashg'ulot bajarish maqsadga muvofiqdir. Bugungi video lavhamiz o'z yakuniga yetdi. Unutmang, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida o'quvchilarning shikastlanishini oldini olish hamda xavfsizligini ta'minlash muhimdir.